Begona. Muallif Bahorim. E'zoza, aynan sen nima yeyishni xohlaysan? Xohlagan narsangni buyurtma qil. To'lovi mendan, dedi o'zgacha xushomad bilan. Ammo meni xayolim Sarvar va Sitorada edi. Men hech narsa buyurmayman. Hozir yoqimtoyim kelsin, keyin birga buyurtma qilamiz, dedi Sitora nozlanib. Sitora, yoqimtoying kim? Sarvar emasmi mobodo? Dedi Lobar. Ha, topding, dedi Sitora. Ana, o'zi kelyapti. Qarasam, Sarvar keldida Sitorani yoniga o'tirdi. Men esa ularni bir-biriga qarashlariga chidolmadim. Rashkim kelib, indamasdan joyimdan turdim-da, tashqariga chiqib ketdim. Hozirgi kun. Men bu qizni dangasi desam, xayolparast ham ekan. E'zoza, bo'ldi, ko'p xayol surib yubording. Hoy, senga gapiryapman, dedi shifokor yigit Azam. Xo'p, dedim, ko'zimdan sizib chiqqan bir tomchi yoshimni artar ekanman. Endi bu narsa kerak emas, dedi yonimga xuddi mendek o'tirib. Ko'z yoshlar bizning dushmanimiz. E'zoza, sen oyoqqa turishni xohlasang, qat'iyatli, irodali bo'lishing kerak, dedi o'zgacha mehr bilan. Yoki bu ko'z yoshlaring sababi bormi? Yoki sababchisi? Yo'q, shunchaki, dedim yig'lamsirab. Unda yaxshi. Bugun hamshiram kelmaydi. Mashqlarni ikkimiz bajaramiz, dedi samimiy ohangda. Bu yigit hammaga shunaqa samimiy, mehr bilan gapirarmikan? Yoki faqat menga? E'zoza, nimalarni xayol qilasan-a? Axir bu uning vazifasi. Tushlik vaqtigacha birgalikda mashq qildik. Bugun ko'p harakat qilganim uchun ozroq charchadim. Xonamga kirishim bilan o'sha xotiralarim yodimga tushaverdi. E'zoza, oshiqlaring son mingta edi. Hozir esa qani o'sha oshiqlaring? Ularga ham sog'lom qiz kerak, albatta. Hammasi soxta. Sarvar va Sitorani munosabati uzoqqa bormadi. Sitora Sarvarni amakivachchasi Odil bilan ham gaplashar ekan. Sarvar va Odil buni bilib qolib, Sitora bilan orani ochiq qilishdi. Sarvar Sitorani chindan sevadi deb o'ylayotgan edim. Chunki Sarvar Sitoraga haqiqiy oshiqlardek munosabatda edi. Sarvar ko'p qizlar bilan gaplashishini bilsam ham yaxshi ko'raverdim. Sevgini ko'zi ko'r bo'ladi deb shuni aytsa kerak. Bugun shifokorim Azam hamshirasi bilan keldi. Hamshiraga hech e'tibor qilmagan ekanman. Bugun shifokor va hamshirani kuzatdim. Hamshira qiz ham yoshgina, chiroylikkina qiz edi. Biroz turib hamshira ketdi. Yaxshi, bugun o'zgarishlar bor, dedi shifokor jilmayib. Menimcha, hamshirangiz sizni yoqtirar ekan, dedim. Bu gaplarni qanday aytib yuborganimni bilmay qolibman. Shifokor menga qarab qolganini ko'rib, E'zoza, qovun tushirdingmi deyman. Tiling qursin. Yigit menga qarab turdi-da, birdan kulib yubordi. E'zoza, ajoyib qizsan-da. Axir hamshira qiz turmushga chiqqan-ku, dedi jilmayib. Uzr, rostdan uzr, bilmabman, dedim xijolat bo'lib. Hech qisi yo'q. Ha, aytgancha, ertaga tashqarida mashq qilamiz, toza havoda. Bugun natijalar yaxshi, ertaga undan ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Ichimdagi dardlarimni ortiq saqlab yura olmadim. Sarvarni yoqtirishimni dugonam Lobarga aytdim va yengil tortdim negadir. Dars vaqti edi. Hali ustoz kelmagan. E'zoza, balki darsdan keyin biror joyga borarmiz-a, dedi Zafar. Yo'q, men ishlarim bor. Ishim yo'q bo'lgan taqdirda ham sen bilan hech qayerga bormayman, dedim. Ha, sen Sarvar bilan borasan, shundaymi, dedi Zafar. Nima? Bu gapni qayerdan olding, dedim. Sarvar darsda yo'q edi. Buni hamma biladi. Sen Sarvarni yoqtirasan, Sarvar esa sendan boshqa hammani yoqtiradi, dedi Zafar baland ovozda.
Buni sen aytingmi, Lobar, deya Lobarga jahl ko'zlari bilan qaradim. Axir Sarvarni yoqtirishimni undan bo'lak hech kim bilmasdi. Yo'q, buni Lobar aytmadi. Bu shundoq ham ko'rinib turgan narsa-ku, dedi Zafar yaqinimga kelib. Xo'p, bilibsan, mendan uzoqroq yur, dedim. Shu payt ustoz kirib keldi. Zafar menga qarab-qarab borib joyiga o'tirdi. Shunday qilib kunlarim o'ta boshladi. Zafar aytganidek, men Sarvarni yoqtirardim. Sarvar esa mendan boshqa hammani. Maktabni ham tugatishimizga oz kunlar qoldi. Endi Sarvarni har kuni ko'ra olmaymanmi? Maktabda so'nggi imtihon kuni edi. Bu kunni hatto eslagim ham kelmaydi. Imtihonni topshirib, maktab hovlisiga chiqsam, Sarvar va qanaqadir notanish qiz birga o'rindiqlar birida kulishib o'tiribdi. Ularga qarab turar ekanman, rashkim keldi. Ko'rdingmi? Ko'r, o'z ko'zlaring bilan, dedi Zafar. To'satdan kelib gapirgani uchun cho'chib ketdim. Uni nima demoqchi ekanligini bilib, yig'lab yubordim. E'zoza, endi qanday qarorga kelishing, bu seni xohishing. Qulog'imga Zafarning gaplari kirmasdi. Yugurgancha maktab hovlisidan chiqdim. Nega? Sarvar, nega bunaqasan? Nega seni sevdim? E'zoza, yaxshimisan, deya yo'limdan Jo'rabek chiqdi. Meni tinch qo'yinglar. Shunday degancha yana yig'lagancha yo'limda davom etdim. Keyin bilmayman, qanaqa qilib katta yo'lga chiqib ketdim, o'zim ham bilmayman. Faqatgina mashinani chiyillagan ovozini eshitdim xolos. Hozirgi kun. Bugun kayfiyatim yaxshi. Ko'z tegmasin. Hayotga bo'lgan qiziqishim yana qaytyapti. Bugun tashqarida mashq qilar ekansizlarmi? Ha, oyi, toza havoda. Oyi, ko'ylagim yaxshi turibdimi? Ha, qizalog'im, juda chiroylisan. Birozdan keyin shifokorim keldi. Assalomu alaykum, dedim shifokorga. Va alaykum assalom. Bugun quyosh qaysi tarafdan chiqdi? Salom berishni o'rganibsan. Kayfiyating yaxshi, ko'z tegmasin, deya jilmayib qo'ydi. Charchamadingmi? Ozroq charchadim. Operatsiyaga ham oz muddat qoldi. Menimcha tayyorsan. Boshqa yurolmasamchi, deya yig'lamsiradim. Albatta yurasan, faqat kuchli, irodali bo'lsangina hammasini yengib o'tasan. Shu payt shifokorimni telefoni jiringladi. Eshitaman, Shirinim. Xo'p, hozir boraman. Demak, bugunga yetadi. Endi ketamiz. Meni uyimga tashlab o'zi ketdi. Qarasam, darvoza yonida Shahlo opam turibdi. Opam bilan uyga kirdik. Ozroq suhbatlashdik. E'zoza, avvalgidan ancha yaxshisan. Ha, aytgancha shifokoring kelishgan yigit ekan. Ha, balki, dedim beparvogina. Nega birdan kayfiyating tushib ketdi? Yoki hali ham o'sha bir ishini tayini yo'q, kunini faqat qizlar bilan o'tkazadigan Sarvar haqida o'ylayapsanmi? Bilsang, o'shani deb shu ahvoldasan. Yo'q, men uni unutdim. Nomi o'chsin. Unutganing ham yaxshi. Bu senga saboq bo'lsin. Albatta, opa. Xudo xohlasa, oyoqlaring sog'ayib, yurib ketasan. Aytganingiz kelsin. O'qishga tayyorgarliging yaxshi ketyaptimi? Senga o'zing so'ragan kitoblardan olib kelgandim. Rahmat, sizga boringizga shukr. Rahmatning keragi yo'q, go'zalim. Namoz o'qishni ham o'rgandim, opa. Oyoqlarim tuzalib, sog'ayib ketsam, o'qishga topshiraman. Namoz ham o'qib boshlamoqchiman. Xullas, orzularim ko'pgina. Hammasiga erishgan. Meni bilasiz-u, hali singlingiz malakali shifokor bo'ladi. Azam, ana, Parvinang 3-eridan ham ajrashibdi, dedi Azamni o'rtog'i Said. Said, esing joyidami? Nega endi meni Parvinam? Nima qilsa shuni qilsin, o'zini hayoti. Axir shuni deb haligacha uylanmasdan yuribsan-ku. Men uni unutganman. Uylanmay yurganimni sababi o'zimga munosibini topolmayotgan edim. Lekin topdim ham deb o'ylayman. Kim ekan u omadli qiz? Yaqinda bilib olasan.
Ha, tezroq uylangin. O'sha Parvinani ichi yonib kul bo'lsin. Seni rad etgandi vaqtida. Senday yigitni rad etganidan afsus qilsin. Ha, men uni sevdim. U esa mendan boshqa hammani sevdi. Men uni allaqachon unutdim. U men uchun bir begona. Shahlo opam ketgach, yana xotiralarim yodimga tushdi. Falokatga uchraganimda sinfdoshlarim, yaqinlarim hammasi kelishdi. Ammo Sarvar yo'q edi. Meni izimdan yurgan oshiqlarim ham birdan yo'q bo'lib qolishdi. Hammasini sevgisi soxta ekan. Sarvar esa men Sarvarni yoqtirdim. U esa mendan boshqa hammani. Ahmoq bo'lgan ekanman. Ha, men endi uni deb yig'lamayman. Men uni unutdim. U men uchun bir begona. Bugun operatsiya bo'ladigan kunim. Negadir qo'rquv, hayajon bor menda. Lekin bu qo'rquv, hayajonimni shifokorim Azam yengib o'tishimga yordam beryapti. Nima bo'ldi, doktor? Shifokorlar chiqishi bilan E'zozani oyisi va dadasi shifokorga yuzlandi. Hammasi yaxshi deya jilmaydi shifokor. E'zoza, sen endi sog'lomsan, lekin hali shoshma, ko'p yurmagin. O'zingni toliqtirib qo'yma deya jilmaydi shifokorim Azam. Rahmat sizga. Hammasi senga ham bog'liq edi. Agar sen kuchli, irodali bo'lmaganingda buni yengib o'tolmasding, dedi o'zgacha mehr bilan. Men judayam baxtli edim. Endi avvalgidek yura olyapman. Allohimga ming shukr. Shunday qilib kunlarim bir tekisda o'ta boshladi. Bu orada shifokorim Azamni ko'rmadim. Negadir unga o'rganib qolgan ekanman. Tayyorlov kurslaridan chiqib, endi uyga ketayotgan edim. Ko'zim tanish chehraga tushib, yuzimga beixtiyor tabassum yugurdi. Qarshimda qora ko'zoynaklari o'ziga yarashgan shifokorim Azam turardi. Assalomu alaykum dedim sekingina. Va alaykum assalom, go'zal qiz. Shu sizni qayerdadir ko'rganman. Avval uchrashganmizmi deya jilmaydi. Ha, meni mashinangizni tagiga o'zimni tashlagan vaqtingiz ko'rgandingiz dedim. Bu gapdan ikkimiz ham kulib yubordik. Ozroq suhbatlashdik. Ish yuzasidan bir oy chet elga ketibdi. Shu sabab yo'qolib qolgan ekan. Ertaga uyingga sovchilar boradi, dedi to'satdan. Bu gapidan ham hayratda, ham uyalganimdan yuzim qizardi. Nega? Dedim. Sovchi nega boradi, jinni qiz? Senga uylanmoqchiman. Seni yoqtirib qoldim, dedi. Chiroyli ko'zlari bilan ko'zlarimga tikilib. Bu sevgi izhoridan yanayam yuzim qizardi. Ko'p bora sevgi izhori eshitganman, ammo bu galgi sevgi izhori o'zgacha edi. Rozimisan? Men nima deyishimni bilmay oxiri dadam bilan oyim nima deysa shu dedim. Demak, bo'lajak qaynonam va qaynotamni roziligini olishim kerak ekanda. Mendek yigitga yo'q deyishmas, deya jilmaydi shifokorim. Men esa xayolimga birdan uni mashinasidagi qizchani surati keldi. Menimcha, so'rashni ayni vaqtda. Haligi siz nima bo'ldi? Sizni qizingiz bor emasmi? Siz uylangansiz-ku. Qanaqa qiz E'zoza? Qachon uylanibman? O'zimni xabarim yo'q. Nima meni ustimdan kulyapsizmi? Mashinangizda qizchani surati bor edi, sizga o'xshagan. Ha, umi? Ha, bor edi deya kuldi Azam. Rostdan qizingiz bormi? Dedim u g'alati bo'lib ketdim. Albatta yo'q, u singlimni qizi. Indamadim, faqat ko'zlarimni olib qochdim. Yana qanaqadir gaping borga o'xshaydi. Yoki menga turmushga chiqishni xohlamaysanmi? Hozirgina ota-onam nima deysa shu deyotgan eding. Ha, birdan fikrim o'zgardi. O'ylab qoldim. Siz mendan ancha yosh kattasiz. Yana hali men o'qishim kerak. Hali yoshimni deb menga tegmayman deyapsanmi? 9 yosh kattaman xolos. Buni nimasi yomon? Muhimi men seni sevaman. O'qishingga kelsak, albatta o'qiysan.
Bilishimcha, adashmasam, sen ham meni sevasan shundaymi deya menga yaqinroq kelib gapirdi. Yoki yo'qmi? Men nima deyishimni bilmay, men o'ylab ko'rishim kerak, dedim. O'ylab ko'rishga vaqt yo'q. Axir men ham tezroq uylanishim kerak. Endi o'zim uchun munosib yor topganimda bu qizning gapini qaranglar. Agar rozi bo'lmasang, o'g'irlab ketaman. Uyga kelib, Azamning gaplarini o'ylay boshladim. Rostdan uni sevamanmi? U rost aytayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki uni ko'rdim deguncha hayajon bosib, ajib hislar meni qamrab olyapti. U yo'q bo'lib qolganda esa uni sog'inganimni his qildim. Ertasi kuni uyimizga u aytgandek sovchilar keldi. Onam sovchilarga dadasi bilan maslahat qilaylik debdi. Qizim, shifokor Azamni senda ko'ngli bor ekan. Sen nima deysan, dedi oyim. Bilmadim, sizlar nima desangiz shu, dedim uyalibgina. Qizim, bundan avvalgi sovchilarga tegmayman deb oyoq tirab olganding. Bu galgisiga esa darrov rozi bo'lyapsan. Bu yerda bir gap borligi aniq. Yoki sen ham Azamni yoqtirasanmi? Axir men onayman. Qizim, menga aytishing mumkin. Oyi, bilib turibsiz-ki, deya oyimni tizzalariga yotib oldim. Qizalog'im, sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Eng muhimi shu, menga ma'qul. Adashmasam, dadangga ham ma'qul keladi. Kechki payt Azam qo'ng'iroq qildi. Nega rozi bo'lmaydi ota-onang? Yoki sen aytingmi tegmayman deb. Buncha shoshdingiz, deya kuldim. Hali javobimizni aytmadik. Oyim dadasi nima desalar shu degan. Bo'lmasa, dadang bilan o'zim gaplashaman. Agar qizimni bermayman desa, rostdan olib qochaman. Shunchalik meni yoqtirib qoldingizmi, dedim sekingina. Ha, ishonmasliging mumkin, ammo seni juda sevaman. Ishondim. Ertaga o'zim gaplashaman dadang bilan. Xo'p. Nima xo'p? Sen ham meni sevasanmi axir? Agar sevmaganimda hozir siz bilan gaplashib o'tirmagan bo'lardim. Ha, tushunarli. Demak, bu gaping bilan aytmoqchisanki, men sizni sizdan ham ko'proq sevaman deya. Bo'ldi, uyaltirmang. Bo'ldi, telefonni o'chiraman. Nega endi? Mumkin emas, ko'p gaplash. Iya, u qonunni kim chiqardi, deya kuldi Azam. Hozir men chiqardim. 5 daqiqa gaplashaylik. 5 daqiqamiz ham 2 soat bo'libdi. Oxiri doktor janoblari ertaroq ishga borishi esiga tushib, uxlashga yotdik. Bugun Azam o'zi aytganidek dadam bilan uchrashdi. Azam bilan uchrashgan dadam xursand, kayfiyati yaxshi edi. Keyin dadam ham rozilik berdilar. Kayfiyatim yaxshi. Hovlida gullarga suv quyayotgandim, darvoza ochilib, akam kirib keldilar. Akamni ko'rib quvonib ketdim. Akam chet elda o'qishi sababli uyga kam kelardi. Biz uchun bugungi tashrifi kutilmagan bo'ldi. Ona, E'zozni turmushga beryapsizlarmi? Nega meni xabarim yo'q, dedi Imron qovoqlarini uyib. Ha o'g'lim, aytmoqchi edik. O'zi bugungina rozilik berdik. Kuyov kim? Men ham gaplashib ko'rmoqchiman. Ana bo'lmasa, endi akam Azam bilan gaplashadi. 2-qism tugadi. Davomi bor.